Men Allaberdiyev Bobur Baxtiyorovich, O'zbekiston Milliy universiteti tayanch doktoranti. Ilmiy rahbarim fizik matematika fanlari doktori Rahmonov Zafar Ravshanovich. Men 2017-yildan buyon Milliy universitetda faoliyat yuritib kelaman. Hozirgi kunda amaliy matematika va kompyuter tahlili kafedrasi katta o'qituvchisi lavozimida ish faoliyatimni yuritib kelyapman. Tadqiqot ishi mavzuyim o'zbek va qozoq tillari o'rtasida mashinali tarjima tizimi deb nomlanib, sun'iy intellekt texnologiyalarini, algoritmlarini qo'llagan holatda ikkita turkiy til o'rtasida tarjima modelini va algoritmni ishlab chiqdim. Hozirgi kunda tillar o'rtasida juda ham ma'lumotlar ko'p. U ma'lumotlarni boshqa tilda yaratilgan o'quv adabiyoti yoki bir ilmiy yangilikni boshqa til vakili tushunishida ancha murakkabliklar kelib chiqadi. Misol bizga qardosh davlat bo'lgan Qozog'iston davlatida shu aynan tilni NLP sohasida juda yuqori ishlar amalga oshirilgan. Juda yaxshi adabiyotlar chiqadi. Bizda ham xuddi shunday. Lekin ikkita til o'rtasida bu ma'lumotlarni bir-birini tushunib tarjima qilishi yoki o'rganishi murakkablik keltirib chiqaradi. Bizning ishimizda aynan o'sha masalani yechish asosiy maqsad sifatida qo'yilgan. Hozirgi kunda ko'p tarjima tizimlari mavjud. Ular o'zbek va qozoq tillari o'rtasida tarjima tizimini boshqa bir tayanch til orqali amalga oshiradi. Bizni ishimizda, bizning ilmiy ishimizda shu to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilish imkoniyati yaratilgan. Bu tarjima tezligini yaxshilaydi va albatta tarjima sifatini ham juda yaxshi holatga keltirib beradigan tizim hisoblanadi. Bizning ishimizda eng asosiy qiyinchilik o'zbek tili bu kam resursli til hisoblanadi. Ya'ni o'sha ixtiyoriy dasturiy ta'minotni amalga oshirishda uning eng katta bo'g'ini bu ma'lumotlar to'plami hisoblanadi. Bizda murakkablik keltirib chiqargan eng asosiy ish bu ikki til o'rtasida parallel korpusni qurishda ma'lumotlar to'plamini yig'ish bo'ldi. 125 ming gapdan tashkil topgan ma'lumotlar to'plamini yig'dik. Endi o'rganilgan ishlar bo'yicha keladigan bo'lsak, Rene Descartes, Wilhelm Leibnizlarning o'sha mashinali tarjima tizimi bo'yicha amalga oshirilgan GATT tizimilarini yaxshi o'rganib, u tizimda nima ishlar qilingani o'rganildi. O'zbek olimlaridan ustozimiz Aripov, Fozilov, Ignatov, Madrahimovlarning ishlarini o'rgandik va ular qilingan ishlardagi olingan natijalar bo'yicha o'zimizning ishimizni natija olishga ko'mak sifatida foydalandik. Ilmiy tadqiqot ishimiz asosan biz texnika sohasida bo'lganligimiz uchun texnika sohasida faoliyat yuritadigan tashkilotlarda amalga oshirdik. Bular Unicorn Soft kompaniyasi hisoblanadi. Bu kompaniyada test rejimidan o'tkazildi. Keyin O'ztelekom kompaniyasidan muloqotlarni ta'minlash uchun testdan o'tkazildi. Keyin TATU universiteti, Axborot texnologiyalari universitetining Samarqand filialidagi grantda qo'llanildi va umumlashtiruvchi sifatida Axborot kommunikatsion texnologiyalari vazirligidan ma'lumotnoma olindi. Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy tadqiqot institutini tanlaganimizdan asosiy maqsad bu sun'iy intellekt sohasida ilmiy tadqiqot olib boradigan birinchi institut hisoblanadi. Asosiy sababi shu, keyin bu yerda aynan men o'zim faoliyat ilmiy tadqiqot olib borgan NLP sohasidagi to'g'ridan-to'g'ri laboratoriya mavjud bu yerda. Laboratoriya mavjudligi sababli biz amalga oshira olmagan ishlarimizda algoritmlarni yoki bo'lmasa maslahatlarni olishda bu yerda ancha asqotadi. Himoyada ham salohiyatli kadrlar ko'rib baholashi bizni keyingi kelajakdagi ishlarimizga yana ham yaxshi natija berishini ta'minlaydi deb hisoblayman. Shuning uchun shu institutni tanlaganman. Agar sizning salohiyatingiz yetmayotgan bo'lsa, o'qish kerak, o'rganish kerak, adabiyotlarni, o'quv qo'llanmalarini, chiqarilgan maqollarni o'rganish kerak. Asta-sekinlik bilan ish o'zini ko'lamiga kelib, kerakli natijalarni beradi. Izlangan odam baribir natijaga erishadi. Keyiniga bu institut tanlashni ham tavsiya bergan bo'lardim. Sababi bu yerda soha bo'yicha o'zini yordamini ayamaydigan professor jamoasi, kadrlar jamoasi qo'ldan kelgancha yordamni ayamaydi. Shu munosabat bilan bu institutdagi sovet raisi bo'lgan Ravshanov ustozimizga, seminar raisi Fozilov ustozimizga, Nurali Faxriddin akaga, Nozim akalarga shu himoyani qilgunimcha meni qo'llab-quvvatlab turganlari uchun
mingdan ming minnatdorchilik bildiraman, ustozlarga rahmat deyman. Kelajakdagi keyingi faoliyatimda ham shu institutda ilmiy faoliyatlarni davom ettirmoqchiman. Seminar himoyamning oxirida ham shu ustozlar ishni keyingi bosqich o'sha doktorskiy dissertatsiyalarni yozish, shu bo'yicha ishlarni ko'lamini oshirish bo'yicha o'zlarining maslahat tavsiyalarini bergan. Shu yerda ilmiy tadqiqot ishini davom ettirish niyatim bor. Biz o'zi qozoq tilini tanlaganimizdan asosiy maqsad menda ilmiy rahbar va ilmiy maslahatchi mavjud. Ilmiy rahbarim boya aytib o'tganimdek Zafar Rahmonov bo'lsa, ilmiy maslahatchim Qozog'iston davlat universiteti Gumilyov nomidagi Qozog'iston Yevrosiya universiteti professori Sharpay Altinbek hisoblanadi. Sharpay Altinbek ustoz bilan biz juda ko'p ishlar maqsad qilganmiz bu sohada. Keyingi maqsadimiz ish jarayonini boshlaganmiz. O'rta Osiyo davlatlarini tarjima tizim platformasini ishlab chiqmoqchimiz. Maqsadimiz shu.